Bu siz uchun 6-jahon chempionati. Terma jamoa ichidagi muhit haqida biroz gapirib bersangiz. Ushbu jamoa avvalgi tarkiblaridan nimasi bilan farq qiladi? Bu jamoa ma'lum ma'noda men o'ynagan barcha jamoalardan farq qiladi. Albatta, avvalgi avlodlarda bo'lgani kabi bu tarkibda ham juda yuqori saviyadagi futbolchilar jamlangan. Ammo bu jamoa xotirjamroq va yoshroq. Umuman olganda o'rtacha yosh ham avvalgilarga qaraganda pastroq. Shu ma'noda ushbu turnir men uchun juda o'zgacha tajriba bo'ldi. Bu menga futbol shunchaki maydondagi o'yin emasligini yana bir bor anglatdi. Futbol bu insonlarga quvonch ulashish, odamlarni birlashtirish, futbolchilarni ko'rib hayajondan yig'laydigan muxlislarning tuyg'ularidir. Rostini aytsam, qatnashgan barcha jahon chempionatlarim orasida aynan shu turnir muxlislarning cheksiz ishtiyoqi bilan eng ko'p yodimda qoladi. Ayniqsa bu safar. Nima sababdanligini bilmayman, ammo hissiy jihatdan bu men uchun eng yaxshi mundial bo'ldi. Aquilo que as pessoas, o afeto que têm tido com a seleção e comigo em especialmente. 41 yoshingizda 6-jahon chempionatingizga kelar ekansiz, faoliyatingizda yetishmayotgan yagona yirik sovrin, jahon chempionligini albatta qo'lga kiritish bosimisiz keldingizmi? Yoki bu ehtimolga so'nggi imkoniyatingiz ekanini anglab, ushbu mundialdan shunchaki to'liq zavq olish niyatida ishtirok etyapsizmi? Hayotimda menga yetishmayotgan hech narsa yo'q. Ayniqsa milliy terma jamoada ham, shaxsiy hayotimda ham. Shu sababli men har bir lahzadan zavqlanaman. Agar jahon chempioni bo'lsam, bundan kattaroq bo'lib qolmayman. Agar chempion bo'la olmasam ham bundan kichrayib qolmayman. Albatta, bu yerga kelgan har bir futbolchi singari men ham g'alaba qozonish umidi bilan yashayman. Har qanday turnirda faqat g'alaba uchun maydonga tushaman. Ammo barchamiz yaxshi bilamizki, chempion faqat bitta bo'ladi. 2 yoki 3 ta g'olib bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun ertangi kun haqida ortiqcha o'ylamasdan bugungi kunning qadriga yetish va shu onlardan zavqlanish kerak. Yosh o'tgani sayin aynan shuni o'rgandim. Yoshning yana bir afzalligi bu yetuklik, tajriba va ko'plab vaziyatlarga xotirjamroq munosabatda bo'lishni o'rgatishidir. Men ko'r emasman va o'zimga nisbatan tinimsiz tanqidlar bo'layotganini juda yaxshi ko'raman. Ammo aytganimdek, bu men uchun yangilik emas. Hatto ma'lum ma'noda bundan minnatdorman, chunki bu hayotimdagi yangi bosqichning bir qismidir. Buni 40 yoshdan keyin angladim. Yana 40 yil umr ko'rishni va bunga tayyor bo'lishni istayman. Aynan qattiq tanqid insonni saboq chiqarishga, shaxs sifatida o'sishga majbur qiladi. Shu bois sizlarga ham rahmat aytaman. Tanqidlaringiz meni yanada kuchliroq bo'lishga va o'zimni yanada yorqinroq namoyon etishga undaydi. Ertaga bizni bu turnirda avval ham g'olib bo'lgan juda kuchli jamoaga qarshi ulkan bahs kutmoqda. Eng muhimi, har bir lahzaning qadriga yetib yashashdir.